O'rgimchak odam, status. Sekin-asta ko'tarilyapman. Hech kim liftni yoqmaydi deb umid qilaman. Bu videoda Spider-Man Remastered o'yinini birinchi o'zbekcha kadrlarini ko'rsatamiz. O'rtoqlar, hozirgina o'zimni videoga olib, o'sha ovozlarimni yozib montajga o'tiraman desam, ovozim yozilmay qolibdi. Shunga endi zakadr gapirishimga to'g'ri kelyapti. Xullas, o'rtoqlar, mana sizlarga 14 minutlik yoki undan ham ziyodroq video fragment, hozirgacha bo'lgan dublyaj bo'lgan o'yinni fragmenti. Hurmatli do'stlar, iltimos, iloji boricha podдержка qilinglar, o'yinga oldindan buyurtma beringlar. Shu bilan o'yinni tezroq chiqishiga sizlar hissa qo'shasizlar. Va yana bitta gap, oldindan buyurtma bersanglar 30% gacha arzonroqqa tushadi. Video o'yinni sizlarni xaridinglar. Ertaga reliz bo'lgandan keyin narxi oshadi. Oldindan buyurtma mana shu sizlarga arzonroqqa tushadi. Marhamat, tomosha qiling, yoqimli tomosha tilayman. O'rgimchak odam, status. Sekin-asta ko'tarilyapman. Hech kim liftni yoqmaydi deb umid qilaman. Vertolyotlarimiz o'qqa tutildi. Fisk barcha qavatlarga jangchilarni qo'ygan. Oxirgi chorasi. Barcha qurolidan foydalanyapti. Uni topib bunga yakun yasayman. Shoshma. Ularning suhbatini eshitdik. Ular ma'lumotlar bazasini tozalashyapti. Uni uzoq muddatga qamash uchun dalillar kerak. Xo'p, demak server xonasi. Mayda qo'ra. Yaxshi javob beraman. Salom xola. Bu qanaqa to'g'ri? Super qahramonlar kinosiga tushgandim. Nima gap? Ertaga kelishini eslatmoqchi edim. Esimda. Uzr, menda bu yerda Bo'pti, men ham sizni. Kingpin panjara ortiga ketdi. Bir davrning yakunlanishi. Buni nishonlash kerak. Balki ta'tilga chiqarman. Parker, qayerdasan? Komissiya hozir yetib keladi. Uskunalarni tekshirish kerak. Uzoqda emasman. 1-2 kvartal narida. Buni o'zim qilaman shekilli. Yo'q, kerak yo'q. Bu xavfli. Dokning entuziazmini qadrlayman, ammo ba'zida bu bilan oshirib yuboradi. Jarohat olmasdan yetib borishim kerak. Kechirasiz, kech qoldim. Wow. Mensiz boshlabsiz. Komissiya boshlig'i tez orada keladi. Qo'rqma, Parker. Bu uskunani ixtiro qilgan o'zimman. Buni eplayman. So'ndiruvchi. Yo'q. Balki o'chirarmiz. Hali emas. Shoshmang. Doktor Octavius, yaxshimisiz? Yana o'xshamadi. Lekin deyarli Bu falokat bo'ldi. Demper qanday qilib dosh bera olmadi? Bilaman, Dok meni dam olishga haydab yubordi, lekin nima bo'lganini tekshirishim kerak. Ko'rinishing yaxshi emas, kichkintoy. Senga nima bo'lganini ko'ramiz. Plata yonib ketibdi. Rasvo. Kech qolmaganimda buni aniq sezgan bo'lardim. Ko'ramiz nima bo'lar ekan. Xuddi yangidek. Dok protez uchun yangi matolarni sinab ko'rgan. Vaqtim bo'lganda ishni ko'zdan kechirishimni so'ragandi. Qarab ko'ramiz. Bugun grant bo'yicha komissiyani kutyapmiz. Hammasi tayyor. Ish ancha siljidi. Pnevmoprivodni kerakli qarshilik darajasiga olib chiqamiz deb o'ylamagandim, ammo Parker amaliy fanlar bo'yicha bu yigitni fenomenal iste'dodi bor. Zavoddan yana bir detalni buyurtma qilmoqchi bo'lib turganimda, u oddiy do'kondan erituvchi bilan tish pastasini olib kelganda, shu bilan pnevmoprivod ishlab ketdi. Bu yigitcha daho. Shu jumladan kechikish sohasida ham 10 daqiqa bo'ldi. U qayerda yuribdi?
Komissiyani unutib qo'ymagan bo'lsin, ish qilib. Pand berganim uchun kechiring, dok. O'rgimchak odam bu Yuriy. Fisk hali Raykersga yetib bormadimi? Raykersga emas. Yigitchamiz yaxshiroq sharoitga munosib. U raftda. Ha, Chayon Elektra va boshqalar bilan. Fisk xursand bo'lishi kerak, ajoyib davra. Bo'limga kirib o'ta olasanmi? Sendek noyob odamga xos bir topshirig'im bor. Sen uchun Yuriy, jonim bilan. Yo'ldaman. Ha, Jameson yangi epizod chiqaribdi shekilli. Qiziq, meni bosh muxlisim Fiskni yutganimiz haqida nima debdi? Faqat faktlarga xush kelibsiz. Siz bilan Jonna Jameson. Sizga shahrimizga tahdid solayotgan barcha xavf haqida gapirib beramiz. Qo'ng'iroqlarga o'tamiz, gapiring. Okay, so not for nothing. You gotta give some of the webhead side. Ko'ramiz, 3 ta yangi zo'ravon har bittasiga 3 barobar ko'proq to'lashga majbur qilganida qanday sayrar ekansiz. Jag'ingizni sindirishmasa, omad. Qachondir Jona. Qachondir men haqimda ham yaxshi gap aytasan. Qachondir. Chekishni tashlaganding-ku. Chiqish uchun nima bahona aytyapsan? Ularning ahmoqligidan charchaganimni aytyapman. Tushunarli. Xo'p, nega qo'ng'iroq qilding? Politsiyachilar balo uchun jufting yo'qmi? Qora kostyuming bormi? Bu yil bal bo'lmaydi. Askorb kuzatuv tizimiga juda ko'p pul sarfladik. Shunga arzidimi? Ha, 1 soat oldin. Ammo tizim quladi. Butun shahar, barcha minoralar. Qanday qilib? Kimdir bosh serverni buzib kirganmish. Shunga hammasi o'chib qolgan. Hozir barcha minoralarni qayta ulash kerak va tezroq. Shunga meni chaqirdingmi? Ishonadigan odamimga qo'ng'iroq qildim. Kamiga liniyada shovqin bor, nima qilishni bilmayapmiz. Bussang pulini to'laysan. Menga ishonasan deb o'ylagandim. Minoraga qarab ko'raylikchi. Minoramiz yana ishlayapti. Seni yordamingmi? Shunchaki yoqimtoy emasman-ku. Hozir qilganingni boshqalari bilan takrorlash mumkinmi? Ha, lekin tuzatish uchun uni dasturiga kirishimga to'g'ri keldi. Endi barcha ma'lumotlar menga ham kelyapti. Yaqin atrofda buzib kirish bo'layapti shekilli. Yaxshiyamki guruhimiz o'sha yerda. O'sha yerdan keyingi minora ko'rinadi. Choqqaga ko'tarilib, zobit o'rgimchak o'z maqsadini ko'rdi. Ikkinchi xavfsizlik minorasini. O'zing haqingda gapirib beryapsanmi? Nima? Yo'q. Albatta yo'q. Shef zobit o'rgimchakni hech qachon tushunmagan. Uni yovvoyi hayvon deb o'yladi. Afsuslana boshladim. Bu minoralarni nafaqat jinoyatlarga mo'ljallashim mumkin. Ha! Endi minoralar barcha radiochastotalarni qabul qilyapti. Yaqin atrofda nimadir borga o'xshaydi. Bu nima ekan? Oh, bu mening maktabdagi ryukzagim-ku. Ularga mayoq ilganimni unutib ham qo'yibman. Qiziq, shahar bo'ylab bunaqasi qancha ekan? O'sha yerdamisan? Talonchilik bo'lyapti. Zobit o'rgimchak ishga kirishdi. U ham odam, ham o'rgimchak, ammo eng muhimi zobit. Yanami? Oddiy ishda shunday mehnatkash bo'lganingizda edi. Jinoyatchiga aylanishni keragi bo'lmasdi. Xo'p, Yuriy. Hozir Chinatown'dagi oxirgisini tuzataman. Zobit o'rgimchak tuzatadi demoqchi emasmiding? O'ylab qarasam, Yuriy, qonunga xizmatni yoshlarga qoldirgan ma'qul. Zobit o'rgimchak bu uchun ancha qarilik qiladi. Umid qilamanki, hammasi men o'ylagandek bo'ladi. Bugundan boshlab zobit o'rgimchak rasman nafaqaga chiqadi. Xudoga shukr, bu uchun ichish kerak. Bugun hammamiz ichamiz, Yuriy. Zobit o'rgimchak sharafiga bevaqt. Yuriy, shu yerdamisan? Hissiyotlari haddan tashqari oshib ketishi shekilli. Doktor, komissiya bilan ishlar qalay o'tdi? Hammasini rasvo qildim, kechiring.
Unday emas, Peter. Ular shunchaki yaqinlashib kelayotgan muvaffaqiyatimizdan qo'rqishyapti. Ular albatta o'zlarini bosib olishadi. Ishxonani tozalab qo'yaymi? Yo'q, baribir kechki ovqatga ketyapman. Ertaga davom ettiramiz. Dam olamiz va kelajakni qurishni davom ettiramiz. Uni optimizmini bozorda sotish kerak. Ertagacha ko'rinish bermaydi. Kostyum bilan shug'ullansam bo'ladi. Parker, Doktor Octavius, men qo'lingizdagimi? Lag'mon, bu yerdaligingni bilganimda senga ham bu nima? Shunchaki bir loyiha. Albatta. Bu sen. Men siz nimani? Voy Parker, bu kundek ravshan-ku. Men tushuntirib beraman. Nega oldinroq aytmading? Aytmoqchi edim. Ammo kimdir bilib qolsa, oila a'zolarim xavf ostida bo'ladi deb qo'rqdim. Ha. Sen u uchun jihozlar yasar ekansan, o'zing ham xavf ostida bo'lasan. Ha. Qo'rqma, bu sir bo'lib qoladi. Xo'sh, men bora qolay. Eng sevimli xolajonim-ku. Peter, qanday sürpriz? Yordam kerakmi? Albatta. O og'ir qutilar bor edi. Yo'q, hozirni nazarda tutmagandim. Ya'ni aytmoqchi edimki, shunchaki siz bilan gaplashmoqchi edim. Xo'sh, unda mayli. Peter. Muammolaring bormi? Pul kerakmi? Yo'q, ya'ni ijara uchun to'lashim kerak, lekin yo'q, o'zim uddalayman. Sevganing bilan muammomi? Nima? Yo'q, bu nima deganingiz? Endi Jey bilan yarashib olishingni istayman. U ajoyib qiz. Ha, ammo Bolalaringiz juda ham shirin bo'ladi. Peter. Qani, gapirib berchi. O'tgan yillar davomida kollejim bilan yordam berdingiz, bu yerda ishladingiz. O'zingizni shuncha qurbon qilib, hech narsa so'ramaysiz. Sizdaqa odamlar dunyoda ko'proq bo'lishini istardim. Yuridan xabar. Salom. Fiskning mulki sotilayotgan auksionda signalizatsiya ishga tushibdi. Tekshirib ko'ra olasanmi? Faqat sekin, yo'q joydan shovqin ko'tarmaylik. Fiskning mulki juda qiziq. Fisk shkaflariga nimani berkitib qo'ygan ekan-a? Peter, ziyofatda seni yo'qotib qo'ydim. Ha, laboratoriyaga ketishim kerak bo'lib qoldi. Uzr. Uzr so'raman. Aytgan gaplaring men uchun juda ham muhim. Senga yaxshi munosabatda bo'lyapmanmi deb ko'p o'ylayman. Hech o'ylamang. Ota-onam va Ben amakimning o'limidan so'ng siz bo'lmaganingizda ko'p marta bo'laklarga bo'linib ketardim. Sen haqingda ham xuddi shunday deya olaman, Peter. Buni bilishingni istardim. May to'g'risi, nima deyishni ham bilmayman. Janobiyga yordamim kerak shekilli. Bora qolay. Ko'rishguncha azizim, seni yaxshi ko'raman. Men ham sizni. Hoziroq bas qiling. Bu juda nozik anjomlar. Bo'ldi, hoziroq Marga qo'ng'iroq qilaman. Peter Parker, ishlaring qalay? Bo'rini yo'qlasang. Mr. Osborn. Qo'ysangchi, bir-birimizni qanchadan beri taniymiz. Mr. Merman. Norman. Norman, nima qilyapsan, Jenurson? Grant kelishuvingda xavfsizlik qoidalari ko'zda tutilgan. Bu birinchi qoida buzarliging emas. Lekin kechirishgan-ku. Men tufayli. O'zi ancha oldin yopilishing kerak edi. Ammo men yutuqqa erishdim. Shahrimiz manfaati uchun xizmat ko'rsatganingizdan minnatdorman. Bu yigitlar sizni Oscorp Robotics'ga olib borishadi. O'sha yerda zamonaviy protez olasiz. Bepulga. Aslida gap xavfsizlikda emas, to'g'rimi? Men yordam bermoqchiman, Otto. Ishingni davom ettirishing mumkin. Xavfsiz joyda albatta. Ha, Oscorpdami? Zehning doim o'tkir bo'lgan. Sen umuman o'zgarmagansan. Sen ham.
Oy, Peter, Gari Yevropadan yil boshida qaytib keladi. Balki shuncha gapirgan ishingizni nihoyat ocharsiz. Bu ajoyib imkoniyat. Sekin. Ular hammasini olib ketishmadi-ku. Boshidan boshlashimiz mumkin. Peter, biz degan gap yo'q. Shahar grantisiz haqqingni to'lay olmayman. O'ylab olishim kerak. Seni o'rningda boshqa ish izlagan bo'lardim. Xo'p, o'rtoqlar, mana shundan iborat edi bugungi videomiz. Umid qilamanki sizga yoqdi. Dublyajimiz haqida fikringizni bildiring. Sizlar uchun kommentariyalarimiz ochiq. Bemalol ichiga bomba tashlaysizlarmi, boshqa narsa tashlaysizlarmi, bemalol o'sha yerda xohlaganinglarni qilaveringlar. Hozirgacha biz 9 ta dublyaj aktyorlarini yozib oldik. Katta professional dublyaj aktyorlarimiz, legendalarni yozib oldik. Biz ozgina pauzadamiz hozir. Dublyajni qilib olganimizdan keyin, mana bu katta dublyaj aktyorlarimiz yozganimizdan keyin bu pauzaga sabab bor. Chunki biz hisob-kitob qilgan narx, ya'ni o'sha boshida ko'zlagan narximiz aktyorlarga to'g'ri kelmadi. Ularga kattaroq summada to'lashimizga to'g'ri keldi va biroz biz byudjetimizdan chiqib ketdik. Bu narsani tezlashtirishni, bu narsani o'zgartirishni bir yo'li bor. Bu uchun siz videoingga oldindan buyurtma berishingiz kerak bo'ladi. Videoingga oldindan buyurtma bersangiz yig'ilgan pulga biz o'sha byudjetimizga qo'shiladi u narsa va o'yin iloji boricha tezroq sizlarga taqdim etiladi. Hozir o'yinni tezroq chiqarishga harakat qilyapmiz, lekin mablag' tomonlama ham o'rtoqlar kun ko'rish ham kerak. Va aktyorlarni narxlari juda ham katta bo'lib ketdi, chunki Boyir akani o'zlariga 31 stranitsa faqat replikalari chiqib qoldi. Boshqa aktyorlarimizda ham shunga yaqin. Xullas do'stlar, yana NPClar bilan qancha ishlashimiz kerakligini tushunishinglar uchun mana farqini ko'rsatamiz. Bu Otto Octavius bilan solishtirish. Otto Octaviusniki mana shu 30 tacha stranitsa, 26 tami shunaqa stranitsa chiqdi. Endi mana NPClarning hajmi yaqqol ko'rinib turibdi. Bu yerda o'rtoqlar 600 ta stranitsa gap bor. Deyarli 2 ta kitob, agar kichkina kitob bo'lsa 3 ta kitob. Mana shuni yozib olishimiz kerak hali. Buni hammasi men aytda bir narsalar gapiryapman. Hech qaysi ovozda yozilmagan. Maza. Xullas, shularni yozishimiz kerak. Va Spider-Manniki primerni yana shuncha bor, o'ziniki, Peter Parker o'zining gaplari shuncha bor. Xudo xolasa tugatib olamiz, xudo xolasa sizlarga topshiramiz. Faqat oldindan buyurtma berishni unutmanglar. Hammaga tomosha uchun rahmat, xayr, omon bo'ling.